Assalomu alaykum. Aziz tinglovchilarim, qadrdon obunachilarim. Murojaatim sababi balkim oralaringizda ijodkor bordir, qo'shiqchi bordir. Hayotning bir shirin damlarida, shirin lahzalarida, oila atrofida, tabiat qo'ynida olingan videolaringiz, rasmlaringiz bordir. Agar sizlarga malol kelmasa, shuni kanalimda chiqarardim demoqchiman. Chunki YouTube'da kanaling bir xil bo'lib qolmasin, rang-barang bo'lsin degan bir talablar qo'yiladi. Shunga murojaat qilayotgandim. Agar sizlarga malol kelmasa, boshqa bir qiziq shariatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi bir odam kuladigan, hayotning xursandchiligidan endi. Marhamat, kanalga chiqaraman. Sizlarga barchangizga aziz tinglovchilarim, qadrdon obunachilarim, sizlarga sihat salomatlik, oilangizga tinchlik, barqarorlik, hayot yo'llaringiz ravon bo'lsin deyman. Baxtli bo'linglar deyman. Hayotda inson endi orzusiz bo'lmaydi. Nimani orzu qilgan bo'lsalaringiz, orzularingiz ijobat bo'lishini. Kichik bir kanalman. Sizlarga tilak bildirib qolaman. O'sha tilaklarim sizlar uchun. Sizlar borki, kammi, ko'pmi, baribir nafas olyapman. Rahmat. Yaxshi turinglar.